Arslonbobdagi yer ko'chkisi bo'lgan hududdan 9 oilaning yashovchilari qarindoshlarinikiga ko'chirildi. Favqulodda holatlar ministrligining xabariga ko'ra, ularga xavfsizlik bo'yicha ogohlantirishlar berildi. 23-aprel kuni kechga tomon Jalolobod oblastida Bozorqo'rg'on rayonining Arslonbob qishloq hukumatida taxminan 300 kub metr ko'chki sodir bo'lgan. Mazkur ministrlik ma'lumoti bo'yicha Yangi hayot uchastkasida ichimlik suv quvurlarini ta'mirlayotgan 8 kishining 4 nafarini yer ko'chki bosib qolgan. Biri halokat sodir bo'lgan joyda, biri esa kasalxonaga yetmay vafot etgan. 24 va 55 yoshdagi ikki fuqaro hozir kasalxonada. Birining ahvoli og'ir. Davlat rahbari Arslonbobdagi yer ko'chkisida halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik bildirib, ularga moddiy yordam berishni topshirdi. Prezidentning matbuot xizmati xabariga ko'ra, Atambayev o'lkaning Sog'liqni saqlash ministrligiga tabiiy ofatda jabrlanganlarni davolashni o'z nazoratiga olishni topshirdi. Hukumat halokatlarni oldini olish muammosini muhokama qiladi. Premyer-ministr So'ronbay Jeenbekovning ishtiroki bilan bo'ladigan hukumat yig'inida tabiiy ofatlarni oldini olish masalasi ko'rib chiqiladi. Fuqarolar o'zlarining turar joylarini sug'urtalashga e'tibor bermayotgani avvalgi hukumat yig'inlarida ham aytilgan. Hozirda muhim bo'layotgan mazkur masala bugungi yig'inda ham ko'rib chiqiladi. Favqulodda holatlar ministrligida bo'ladigan majlisga hukumat a'zolari, hukumatning hududlardagi vakillari ishtirok etishadi. Qorning ko'p yog'ishi va bahordagi yog'ingarchiliklarning ko'p bo'lishi tufayli o'lkaning turli hududlarida sel va suv toshqinlari kuchaymoqda. Issiqko'lning Jirg'alan ko'mir konida bedarak bo'layotgan 2 kishi topildi. Bu haqda Azatliq radiosiga Jirg'alan qishloq hukumatining rahbari Talg'at Muqalayev xabar qildi. Ular soat 10 da topildi. Yaqindagina chiqardik, o'zlari yurib chiqishdi. Hammasi yaxshi. Bir-birimizni qutlayapmiz, dedi u. Muqalayevning ta'kidlashicha, ular 42 soatdan beri noma'lum edi. Shaxtada vayronalar bosib qoldi degan taxmin bilan 2 odamni qidirish ishlariga Favqulodda holatlar ministrligining mutaxassislari, mahalliy yashovchilardan ko'ngillilar umumiy bo'lib 250 ga yaqin kishi jalb qilingan. Qumtor oltin konidan maxsus nasoslar olib kelingan. O'sh shahri tozalik ishxonasidan 22 million so'm qarz, uning 19 millioni aholiga tegishli bo'lsa, qolgani tijoriy mahkamalarga tegishli. Ularning orasida yil davomida chiqindi haqini to'lamay qarz 22 ming so'mgacha yetgan tadbirkorlar ham bor. Nazoratchilar qarzni talab qilib borgan vaqtda chiqindi bizdan chiqmaydi deb tarifda ko'rsatilgan summani to'lashdan qochishadi. Shu sababli qarzlarni undirish uchun tozalik ishxonasi reyd o'tkazdi. O'sh shahrida muassasa ishxonalar chiqindi uchun 3 million so'mning atrofida qarz bo'lsa, 1 million 800 ming so'mi tijoriy tomonlarga taalluqli. Chiqindi haqini o'z vaqtida to'lamasdan miqdori kamida 10 ming so'mga yetganlarning ro'yxati boshida jamoat ovqatlanuvchi joylari turadi. Shu boisdan mutaxassislar qarzni undirishni choyxonalardan boshlashdi. Dastlabki obyektda chiqindidan 3,5 ming so'm qarzi bo'lib, egasi 3 oydan beri to'lamay qochib yurgan ekan. Administrator bormi hozirda? Hozir ketadimi? Ketadilar? Qanaqa ketadilar? Hozir keladi. Ha, mumkin bo'lsa chaqirib bera olasiz bizni. Hozir bizda reyd yuryapti desangiz. O'shol 3,5 ming qarzi, по-моему, 1000 so'mdan to'laganda 3 oylik qarzi bor. O'shol bo'yicha jana aytib qo'ysam, achulari kelib men qattiq urushishdi, har turli yomon so'zlarni aytishdi. Ana men o'zimning yaxshima jarasha bo'lib tur deb ketib qoldim. Ana bugun reyd bo'lganda ularga aytganman. Bugun reyd bo'ladi, shunday musullar bo'lsa, nimalaringiz bo'lsa tartamiz. To'lamagan haqlaringiz bo'lsa to'lab qo'yinglar deymiz deb o'shanib ketgan. Inspektorlar bu safar ham choyxonaning egasini ish o'rnidan topa olishmadi. Qo'l ostida ishlaganlar bo'lsa, boshlig'imizga qo'ng'iroq qildik, hozir keladi deb qo'yishdi. Tozalikning xodimlari bog'langan vaqtda ham choyxona egasi telefonini ko'tarmadi. Yarim soatcha kutib kelmaganidan so'ng yuristlar tomonidan akt tuzildi. Komissiyaga o'tkazib beramiz. Undan keyin sotdan administrativ choralar qo'llaniladi. Masaliyev ko'chasidagi mazkur kafe bir qancha ogohlantirishlarga qaramay qarzini to'lamay kelmoqda. Tijoriy yo'nalishdagi shartnoma asosida oyiga 6 ming so'mdan to'lashi kerak bo'lsa, 3 oydan beri qarzi 20 ming so'mni tuzgan. Biroq kafe egasi qarzni bu safar ham to'lamagani uchun oqibatda atqaruchilar o'zlarining nizomina tayanib, bardiq mulkini qamoq solishadi. Tegishli mulklarni, kimning atida mulk bo'lsa, yo bo'lsa расчетный счеты bo'lsa, yo bo'lsa algan mayanalari bo'lsa, mana shularga qamoq solib, o'shaning negizinde majburiy ретінде atqarishadi.
Yirik miqdordagi qarzi borlarning qatorini aholi orasidagi iste'molchilar ham to'ldiradi. Bugungi kunda O'sh tozalikning debitor qarzi 22 million so'mni tashkil qilsa, 19 million so'mi aholiga tegishli. Qonunga ko'ra, chiqindining qarzi 1000 so'mdan ortgan vaqtda iste'molchi sudga o'tkaziladi. 3 soatga davom etgan reydning natijasida 3 kafega protokol, 7 xonadonga akt tuzildi. Agarda 3 kun ichida to'lamasa, ish sudga o'tkaziladi. Elдің hozir тазалық ishxonasida qarzi var da 22 million. Үйіне барсаң, мен үйіммен таштанды шықпайды дейді да. Қандай шықпайды десең, менде мусор шықпайды дейді дағы. Түні қараңғыда, шу қараңғы көгінде кечінде алып машинасына салады дағы. Жек портерге же лабоға жүктеп тұрып, таштандыны ошо биздин контейнерлерге, кузовка таштап кетеді. Tozalik ishxonasining tarifi asosida kafelarda har bir o'ringa 58 so'mdan to'lanadi. Hovli uylarda kishi boshiga 30 so'm, ko'p qavatli uylarda esa 25 so'm deb qabul qilingan. Bundan tashqari reyd jarayonida yo'l bo'yiga chiqindi to'kib shaharni ifloslantirganlarga ogohlantirishlar berildi. Ta'kidlab o'tsak, O'sh tozalik ishxonasi shaharning tozaligi uchun bu kabi tekshiruvlarni har 2 oyda o'tkazib turadi. Kecha futbol bo'yicha Ispaniya El Clasicosini o'tkazdi. Uchrashuv Madriddagi Santiago Bernabeu stadionida bo'lib, dastlab to'pni o'yinga kiritgan maydon egalari hisobni ochgan bo'lsa, biroq bu goldan ko'p o'tmay Barselona lideri Messi hisobni teng qilib, bo'lim 1-1 hisobida yakunlandi. Ikkinchi bo'limning 73-daqiqasida katalonliklar ikkinchi golini kiritib, 82-daqiqada Benzema o'rniga almashgan James Rodriguez 85-daqiqada hisobni tenglagan bo'lsa, o'yin yakunlanishiga bir necha soniya qolganda Messi yana bir marta eng yaxshi ekanligini isbotladi va darvozaga ikkinchi golini yo'lladi. Shunday qilib katalonliklar 3 ball bilan birinchi o'ringa ko'tarilishdi.